sizda Amerika kanalingiz bor, lekin videolaringiz prosmotr olmayapti, kanalda obunachilar kam. Buning eng asosiy sababini men sizga tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani ketdik. Birinchi eng asosiy sababidan biri siz yo'nalishingiz bo'yicha kontentning ko'pligi. Masalan, siz Tailscope yo'nalishida kanal yuritasiz. Tailscope'da YouTube yozsangiz juda ham ko'p kanallar kelib chiqadi. Katta kanallar va million obunachilar, lekin sizda obunachilar kam yoki umuman yo'q. Videolaringiz prosmotri 50 ta 100 tadan oshmayapti. Buning sababi siz hali YouTube algoritmiga tushmagansiz. Algoritmiga tushishingiz uchun doimiy kontent qilib borishingiz kerak. Kuniga bitta ikkita video qilib, doimiy video qo'yib borsangiz, sekin-sekin kanalingiz prosmotr olishni boshlaydi. Va bitta videongiz yaxshi prosmotr oladi va qolgan videolarni ham tavsiya qilishni boshlaydi YouTube. Shu orqali sizni yo'nalishga tushib olasiz va ungacha kontent qilib borish kerak doimiy, to'xtamasdan. Mana bu kanalda analiz qilamiz sizlar bilan. DJ Pups kanali 64 ming ta obunachisi bor, 289 ta video qo'yilgan ekan kanalga. Bu kanalda eng eski videosi 10 oy oldin qo'yilgan ekan. Mana 709 ming marta prosmotr olgan. Mana boshida 12 ming marta olib turib, keyin 20 mana bu videosi mana ko'tarilib ketgan, rekomendatsiyaga tushgan. 465 ming marta prosmotr olgan ekan. Siz ham shunaqa rekomendatsiyaga tushishingiz uchun albatta vaqt kerak bo'ladi do'stlar. Bu kanalda bitta kamchiligi bor, shuni ham aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Keyin asosiysiga o'tamiz. Videolar qismiga o'tib, eng mashhur videosini ko'ramiz. 1-2 million marta prosmotr olgan, 2 oy oldin qo'yilgan video. Mana bu kanalda mana aktivi juda ham yaxshi bo'lgan. Va keyin oxirgi kunlar keladigan bo'lsak, oxirgi 10 kunlikda mana aktiv tushgan kanalda. 1,5 ming prosmotr, 4,1 ming, 1,1 ming prosmotr, kanal 2000 taga ham bormayapti prosmotri. Buning eng asosiy kamchiligi jonli efir qilmayotgani do'stlar. Mana bu yerda jonli efir yozuvi yo'q, ko'rib turibsizlar. Bu kanal umuman jonli efir qilmagan, shu paytgacha shuning uchun kanal aktivi ham tushgan do'stlar. Yo'nalish bo'yicha video qo'yib ketaverasiz, lekin aktivingiz tushishni boshlaydi. Buning sababi shu. Albatta siz doimiy jonli efir qilib borishingiz kerak. Kuniga 3-4 soat jonli efir qilsangiz, juda ham yaxshi bo'ladi va YouTube sizni tavsiya qiladi. O'sha qo'ygan videongiz, jonli efir paytidagi videongiz kamida 40 ming, 50 ming, 100 minglar prosmotr olish ehtimoli ham katta do'stlar. Siz shu orqali obunachilar yig'ishingiz mumkin va yaxshi daromad topishingiz mumkin. Shu bitta kanal ochinglar, bitta yo'nalish bo'yicha yurgizinglar oxirigacha. Boshqa yo'nalishlarga burormanglar, kanallaringizni bitta yo'nalishda kontent qilsangiz, albatta natija bo'ladi. Siz obunachi yig'ib, jonli efir yoqib olsangiz, bo'ldi. Sizdan talab qilinadigan shu. Keyin monetizatsiyaga ulaganingizdan so'ng doimiy oylik dohodingiz kelib chiqadi sizlarga do'stlar. Ko'pchilik Tailscope yo'nalishida videolar so'rayapti. Bizda shu yo'nalishda video qilib berish xizmatimiz mavjud. Tailscope yo'nalishida Telegram lichkam video opsiyasida va kommentariyada qoldiraman. Bemalol yozishlaringiz mumkin. Bizda yana Amerika kanali ochiq xizmatimiz mavjud. Noldan o'zimiz tayyorlab beramiz do'stlar. Nomer ham o'zimizda mavjud. Sizlar shunchaki to'lov qilasizlar, biz sizlarga tayyorlab beramiz kanalni. Video yoqqan bo'lsa like, Facebook yozib qo'yinglar. Xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz Telegram lichkamni qoldiraman. Rahmat hammaga, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.